Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston sürgünde hükümeti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston sürgünde hükümetining bosh ministri Salih Xudoyer apandi Steven Shlottesning Tek yo'l bileti Sharq Turkistonga nomli programmasining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistonning tarixi, ishg'ol qilinishi, Xitoyning mustamlikasi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Sharq Turkiston sürgünde hükümetining tarixi, shundaqla vazifasi haqida to'xtalib, Uyg'urlarning O'rta Osiyoda 6000 yildan ortiq vaqtdan beri yashab kelayotgan O'rta Osiyoning siyosiy, iqtisodiy kulturini shakllantirgan shamanizm, buddizm, xristian qatorliq ko'p dinlarning ta'siriga uchragan 10 asrdan keyin islom diniga kirgan qadimgi Hindu, Yevropa, turk irqiga tava xalq ekanligini, asosligi sunniy mazhabga tava musulmon ekanligini, ostondagi farqli din mansublarining Sharq Turkistonda mavjud ekanligini, Uyg'urlarning madaniyat va til jihatda O'rta Osiyodagi turklarga bo'libmi o'zbeklarga yaqin ekanligini, Sharq Turkistonning Uyg'urlarning ona yurti ekanligini, Uyg'urlarning O'rta Osiyo, Sharq Turkistonda 6000 yildan ortiq vaqt mustaqil davlat qurib yashaganligini, 1700-yilning oxiridan keyin Manju Ching sulolasining Yarkan turk xonadonligini ag'dirib tashlab, Beqinda davlat qurishga tirishganligini, 1870-yildan keyin qayta ishg'ol harakatini qo'zg'ab, 1884-yili yangi yer ma'nosida keladigan Xinjiang degan mustamlika nomi bilan ataganligini, shuning bilan bir vaqtda Sovetning G'arbiy Turkistonni ishg'ol qilib, turklarni parchalab Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston qatorliq davlatlarni ishg'ol qilganligini, 20-asrning 1900-yillarida Manju Ching xonadonligi ag'dirilib, Sharq Turkiston xalqi milliy harakat qo'zg'ab, 1933-yili 12-noyabrda Sharq Turkistonning mustaqilligini e'lon qilganligini, G'arbiy Turkistonni kontrol qilgan Sovetning aralashishi natijasida Xitoy milliyatchi urushxo'rlarining Sharq Turkistonni kontrol qilganligini, 1944-yili 12-noyabrda Sharq Turkiston xalqining ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetini e'lon qilganligini, Sovet ittifoqining ikkinchi qatimliq Sharq Turkistonni qo'llaganligini, 1949-yilning keyingi mezgilida Stalinning mustaqil Sharq Turkiston ozodlik armiyasining ozodlik harakatining mavjudligidan Angliya kontrolligidagi Hindiston bilan Sharq Turkiston o'rtaq chegaraga ega bo'lganligidan Sharq Turkistonning Angliyaning ta'siriga uchrashidan andish qilib, mustaqil Sharq Turkistonni Beyjingga sotganligini, Sharq Turkistonning yuqori darajalik amaldorlarining sirliq aeroplan voqeasida yo'qotilganligini, qisqa vaqtdan keyin, ya'ni 13-oktyabrda Maoning Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligini, 1949-yili 22-oktyabrda Sharq Turkistonning mustaqilligidan rasmiy ayrilganligini, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin 1955-yili avtonomiya huquqini berish va'dasi bilan Sharq Turkistonni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb ataganligini, ammo Uyg'urlarga azaldan avtonomiya huquqi berib boqmaganligini, Sharq Turkiston xalqining azaldan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish irodasidan voz kechmaganligini, 1964-yildan 1996-yilgacha Xitoyning Sharq Turkistonda 46 qatim yadro sinovi ilib berib, 100 minglarcha xalqni halok qilganligini, millionlagan Sharq Turkiston xalqining radioaktivlik moddaning ziyniga uchraganligini, Amerika Tashqi ishlar ministrligi va boshqa davlat hukumatlarining 2021-yili Xitoyning yer osti yadro sinovi ilib borganligiga ishonganligini, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan boshlab mustamlika va assimilyatsiya yurgizib kelganligini, Uyg'ur xalqining buningga qarshi direnganligini, Sovet ittifoqi parchalanib, qarindosh turk xalqlari mustaqillikka erishgandan keyin Sharq Turkiston xalqining bo'libmi Uyg'urlarning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish irodasining texmi kuchayganligini, bo'libmi 2016-yili Xitoy atalmish terrorlikqa, oshqinlikqa qarshi turishni bahona qilib, Sharq Turkistonda jazo lagerlarini qurib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini qamagandan keyin mustaqillikning ta'xirsiz ekanligini his qilganligini, VPN, WhatsApp va G'arbning boshqa applarini qo'llanganlar, diniy faoliyat bilan shug'ullanganlar, chet elda tuqqanlari bolaning atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga qamlash bilan tahdid qilinganligini, yanada pasporti bo'lgan, tamaki chekish va aroq ichishni rad qilgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarni o'z ichiga olgan begunoh insonlarning jazo lagerlariga qamalganligini, Amerika Tashqi ishlar ministrligining doklatiga qaraganda 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk xalqining jazo lagerlariga qamalganligini,
Xitayning Aqtaşlıq kitabida xatırlanışça 2014 yildan 2019 yilgacha har yili 1.290 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turk xalqining jazo lagerlariga qamalganligini, jazo lagerlariga qamalganlarga qarata yurgizayotgan Xitoyning chekidan oshgan dafsanchilik qilish usullarini, lager sirtidagilarning davomli kuzatilganligini va uylariga Xitoy josuslarining o'rinlashtirilganligini, 150 mingdan ortiq bolalarning oilalaridan ayirib etilib, Xitoyning yotoqliq maktablariga o'rinlashtirilib, Xitoy qilib tarbiyalanib yetishtirilayotganligini, yer shari ta'minlash zanjiridagi polisilikonning 9%ning Sharq Turkistonda ishlab chiqarilganligini, Xitoyning Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini majburiy emgakka selishining natijasida 2018 yildan keyin polisilikonning yer shari ta'minlash zanjirining 20%dan ortiq qismini egallaganligini, Xitoy ta'minlash zanjiridagi 80%ni egallaydigan paxtaning Sharq Turkistonda ishlab chiqarilganligini, Nike'ga o'xshash davomli markalarning bundan foydalanganligini, garchi Amerika majburiy emgakning oldini olish qonunini yo'lga qo'ygan bo'lsa-mu, yanada Sharq Turkistonda majburiy emgakka selishning mavjudligini, Amerika va G'arb davlatlari qul emgakidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning kirgizilishini cheklagan bo'lsa-mu, Xitoydan kirgiziladigan mallarning 100%ning qul emgakidan ishlab chiqarilganligini, Xitoyning Uyg'urlarni Sharq Turkistondan ichkari o'lkalardagi zavodlarga yo'tkab, kunda 14 soatdan ortiq majburiy emgakka selib, arzon bog'liq mahsulotlarni ishlab chiqaradiganligini. Gerçi Xitoy NBA'ga besim ishlatayotgan bo'lsa-mu, NBA'ning eng yaxshi basketbolchisi bo'lgan Enes Kanterning $100 million to'xtamdan voz kechib, Xitoyning Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongda yurgizayotgan kishilik huquq dafsanchiligini ayblaganligini, NBA va Hollywoodga o'xshash shirkatlarning foyda ko'zlab Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga sukut qilganligini, yüzlerce Amerika şirketlerining Rossiya Ukrainani ishg'ol qilganda Rossiyani ayblab chekinib chiqqanligini, ammo Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikqa nisbatan mutlaq ko'p qism shirkatlarning Xitoyning ichki ishi deb sukut qilganligini, Sharq Turkiston surgundi hukumatining Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan boshlab mavjud ekanligini, 1949 yili 22 dekabrda Sharq Turkiston Cumhuriyeti ag'darilgandan keyin hukumat amaldorlarining Sovet ittifoqiga sig'inganligini, Sovet ittifoqining Sharq Turkiston Milliy komitetini qurib chiqqanligini, Sovet ittifoqi parchalanib, qarindosh turk millatlar mustaqilligiga erishgandan keyin Sharq Turkiston Milliy komitetining 1992 yili Istanbulga yo'tkalganligini, Türkiye hükümeti Sharq Turkiston surgundi hukumatiga sohibxonlik qilishni xohlamaganligi uchun Sharq Turkiston Milliy Majlisi qurilganligini va buning 2004 yilgacha davom qilganligini, Xitoyning Uyg'urlarni dunyoga terrorchi qilib tanitishi natijasida bir qism Xitoyda o'qigan o'quvchilar va ota-onasi yoki oila a'zolari Xitoy Kompartiyasining a'zosi bo'lgan Uyg'urlar Uyg'ur qurultayini qurib, Xitoydan avtonomiya va kishilik huquqni talab qilganligini, 2014 yili 17 sentabr kuni Sharq Turkistonning sobiq rahbarlarining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish maqsadida Amerikada Sharq Turkiston surgundi hukumatini qurganligini, 100 yillardan ortiq vaqtdan beri mayli Ching sulolasi bo'lsin, mayli Xitoy Kompartiyasi bo'lsin, hammasining Sharq Turkiston xalqiga kishilik huquqni beradiganligini va'da qilgan bo'lsa-mu, tarixdan beri vahshiylik va irqiy qirg'inchilik yurgizib kelganligini, mavjudligimizni saqlashning birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini, mustaqil davlatimiz bo'lmaganda siyosiy huquqimizning, kishilik huquqimizning bo'lmaydiganligini, avtonomiya huquqi bersa hokimiyat yurgizishga yo'l qo'yiladi deyilgandimi, tarix isbotlagandek amaliyotda avtonomiya huquqining berilmaydiganligini, Sharq Turkiston ishg'ol qilinganda Xitoy Kompartiyasining statistikasida Sharq Turkistondagi turk nufusining 9 million deb xotirlanganligini, mo'ljallanishcha Uyg'urlarning nufusining 35 million ekanligini, Xitoyning planliq tug'ish siyosati sababidan nurg'ulg'an nufusning tizimga oldirilmaganligini, chet eldagi Uyg'urlarning sonining bir necha millionga yetadiganligini, Xitoyning 1979 yildan 2009 yilgacha bo'lgan oralikda 3 million 700 ming Uyg'urning tug'ilishining oldini olganligini doklad qilganligini, 2014 yildan boshlab Sharq Turkistonda majburiy homiylik tushirib etish, tug'mas qilib etish siyosatini keskinlashtirayotganligini, o'zining Sharq Turkistonning Atish shahrida tug'ilganligini, 2000 yili 4 iyun kuni Amerikaga panohlik izlab chiqqanligini, Oklahomada cho'ng bo'lganligini, dadasining uningga o'zining kim ekanligini unutib qolmaslik, o'qish, bir kuni Sharq Turkiston va xalqini ozod qilish tarbiyasini berganligini, Sharq Turkistonning tarixini anglatganligini, harbiy ofitser bo'lishni kichkidan orzu qilganligini,
1997 fevraldagi G'ulji qatliamini. Qatliamdan keyin Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston miqyosidagi Uyg'urlarni tutqun qilganligini, shundaqla shu qatorda tog'asining tutqun qilinganligini, Otishdagi oilasining beshiga kelgan kulfatlarni, Sharq Turkiston xalqini Xitoy tajovuzchi kuchlaridan ozod qilish uchun harbiy ofitser bo'lishni orzu qilganligini, Oklahoma universitetining xalqaro tadqiqot va siyosat kasbida o'qiganligini, Milliy muhofizat armiyasi atritining a'zosi bo'lganligini, 2,5 yildan keyin salomatligining yer bermasligi tufaylidan armiyadan ayrilishga majbur qolganligini, vatanni qandoq qilib qutqizish haqida davomli izlanganligini, 2016 yili Amerika harbiy universitetining davlat bexatarlik tadqiqoti ilmini bitkizganligini, Amerika hukumatini Uyg'urlarni qo'llashga chaqirganligini, Amerikadagi bir qism Uyg'urlar bilan birga Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish maqsadida Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatini qurganligini, 2019 yili noyabrda, ya'ni 26 yosh vaqtida Sharq Turkiston surgundi hukumatining umumiy yig'inida surgundi hukumatning bosh ministri bo'lib saylanganligini, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyligini irqiy qirg'inchilik deb tunutish uchun tirishchanlik ko'rsatishi natijasida Tramp hukumatining irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligini, orqada Kanada parlamentining e'tirof qilganligini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining textcha Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblashga aloqador dokladni e'lon qilmay sukut qilayotganligini, Sharq Turkistonning yer maydonining 1,828,418 kvadrat kilometr bo'lib, Fransiyaning 3,5 massasiga, Teksas shtatining 2,5 massasiga teng keladiganligini, mo'l tabiiy boyliqlarga ega ekanligini, Xitoyni O'rta va Janubiy Osiyoga, shundaqla G'arbga tutashtiradigan muhim strategik o'ringa ega joy ekanligini anglatdi. Har qanday harakatning yuksak turtkusi bo'lishi kerak. Vatanni qutqizishning ham u shundoq bir yuksaklikka atilishi kerakki, uni hech kim bilmaydigan, ko'rmaydigan va qadriga yetmaydigan darajada qilinishi kerak. Bo'lmasa bu harakat odatdagilik konkretlik tarafidan vayron qilinadi. Mamtimin Ala apandining yozmalaridan elindi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynələr üçün köp rəhmət. Kelər qitimki programımız görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.